Assalomu alaykum. Yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasining qadrli tinglovchilari. Nafaqat shodiyona kunlaringizda, balki yaqinlaringiz mehrini his qilishni istagan har qanday oningizda biz siz bilanmiz. Baxtdan ko'zlarni yoshlata oladigan, sog'inchlarni arita oladigan shodiyona elchilarimiz bugun ham yana bir mehribon insonning qalb uylariga g'oyibona tashrif buyuradi. Sizlar bilan doimgidek sevimli boshlovchingiz Zulfizar Qoryog'diyeva. Qani, ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Baluch qishlog'ida yashovchi Ergashoy aya Xoliqova bilan bog'landikmi? Ha. Yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi onajon? Siz yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Har doim sog' salomat bo'ling. Bugungi go'zal ayyomingiz, qarshi olgan 48 yoshingiz, muchal yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Mana shunday go'zal ayyom bahona oz bo'lsa-da dilingizga shodlik ulashni niyat qilib, yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasi orqali qo'ng'iroq qilayotgan edik. Boshlovchi qizingiz Zulfizar bo'laman. Bizning loyihamizga sizga atalgan o'ziga xos chiroyli dilnomalar, maktublar kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz onajon? Bugungi maktublarni kim yozgan bo'lishi mumkin? Bilmadim, singillarim bilan Bugun hamma yaqinlaringiz sizni tabriklashga oshiqishmoqda, lekin aynan bizning loyihamizni tanlab, o'zgacha tarzda sizni quvontirishni istagan insoningiz bu o'g'lingiz Farruxjon akamiz ekanlar. Ilohim, aytganingiz kelsin. Har birlari sizni o'zgacha yaxshi ko'rar ekanlar. Ularning tabrik xatlariga umr yo'ldoshingiz Azimov Irodjon otamiz hamda farzandlaringiz, kelin qizingiz Mohira opamiz, qizlaringiz Gulpari opa, Gulsevarxon hamda barcha qadrdonlaringiz hamroh bo'lib, sizni yaxshi ko'rishlarini aytgan ekanlar. Rahmat, ilohim baxtli bo'lsin. Ilohim, duolaringizning har bir ijobati bo'lsin. Bugungi shukrona kunda o'g'lingizdan saqingizda so'ragan edik, qanday insonlar onajoningiz, qanday ta'rif bera olasiz deganimizda aytdilarki, onajonim tengi yo'q insonlar. Dunyoda hamma onalar yaxshi, lekin mening onam hammasidan ham yaxshilar men uchun. Mehribon, samimiy, duogo'y insonlar. Otajonimiz bilan bizning kelajagimiz uchun borlarini baxshida qildilar. Mana endi rohatimizni farog'atda ko'rib yursinlar. Onajonimni juda ham qattiq yaxshi ko'raman dedilar o'g'lingiz. Rahmat, Ilohim. Hali bu hammasi emas. Farzandlaringiz nomlaridan Farruxjon akamiz sizga ayta olmagan, lekin doim dillarida bo'lgan mehrli his-tuyg'ularini chiroyli qilib tabrik xatlariga yozibdilar. Shularni o'qib eshittirsak maylimi? Mayli. Rahmat. Assalomu alaykum. Onajonim, boylari jannatim, volidam. Bugun sizning tavallud ayyomingiz. Men uchun eng muqaddas, eng qadrli kunlardan biri. Siz mening hayotimga nur bergan quyoshim, qalbimni mehr bilan to'ldirgan eng aziz insonimsiz. Onajon, siz mening tog'dek suyanchim, hech qachon so'nmaydigan chirog'im. Duolari bilan meni har qanday balolardan asraydigan panohgohimsiz. Hayotimdagi har bir qadamimda sizning o'gitlaringiz, har bir yutug'imda sizning hissangiz bor. Siz menga faqat hayot bermadingiz, siz meni erkak qilib tarbiyaladingiz. Halollikni, sabrni, mardlikni o'rgatdingiz. Bugun men qanday inson bo'lsam, bu sizning mehnatingiz, sizning mehringizning samarasidir. Endi siz nafaqat mehribon onamsiz, balki har birimizning qalbimizdagi eng aziz insonimizsiz. Chunki siz nafaqat biz oila a'zolaringizga, balki atrofdagi har bir insonga birdek mehr bera olasiz. Onajonim, umr yo'lingiz uzoq, sog'ligingiz mustahkam, qalbingiz doim xotirjam bo'lsin. Dadajonim bilan birgalikda bizning kamolimizni ko'rib yuring. Har doim boshimizda duogo'yimiz bo'lib, uyimizni nurga to'ldirib yuring. Siz bor ekansiz, men o'zimni dunyodagi eng baxtli inson deb bilaman. Men sizni juda qattiq yaxshi ko'raman, onajon. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin.
Biz farzandlaringizning qalbimizda yuksak niyatlarimiz bor. Allohim sizni o'z Baytullohiga chaqirib, dadajonim va sizni hojilik maqomlari bilan siylasin. Har doim bizni duolar bilan qo'llab-quvvatlab dunyo turguncha turing. Biz orzularingizni amalga oshirishga harakat qilamiz. Arzimas sovg'amizni qabul qiling onajonim. Duo qilib yonimda har dam. Mehribonim, doimo malham, ko'zlarimda ko'rsatmaydi nam. Chiroyligim, munisim onam. Erkalatar, silaydi boshim, dardim olib artadi yoshim. Farishtamda jannat quyoshim, chiroyligim, eng zo'ri onam deb chiroyli tabrik xatlarini yakunlabdilar. Rahmat, iloyimizga kirsin. Bachalarim, rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Kayfiyatlar biroz bo'lsa-da ko'tarildimi? Xursand bo'ldingizmi? Rahmat. Sizga ham rahmat. Rahmat. Har doim quvonib yuring. Aslida dunyodagi eng qimmatbaho sovg'alarga arziydigan eng aziz mehrdaryo insonlar siz farzandlaringizning. Bag'ringizga shukr. Bugun chiroyli maktublar orqali farzandlaringiz ayta olmagan hislarini yo'llashga harakat qilibdilar. Hech bir yerini o'zgartirmasdan sizga o'qib eshittirdik. Farzandlaringizga, yaqinlaringizga o'zingizning ham aytar so'zlaringiz bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Marhamat. Farzandlarim bo'sha omon bo'lsin, dunyoni yuziga bersinlar, baxtli bo'lsinlar, ilohim yuzlaridan ko'paytirlar. Shularning baxt kamolini ko'rib yuraylik. Ilohim aytganingiz kelsin. Har doim shunday chiroyli duolaringiz hamisha xonadoningizni yoritib tursin. Farzandlaringiz aytganlaridek, ajratgan vaqtingiz uchun sizga rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling, omon bo'ling. Rahmat, sizga ham omadli bersin. Rahmat. Birga bo'lsin chiroyli tilaklar. Rahmat sizga. Tashakkur. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il-u qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni, bo'lisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni. Saxovat seli, daryo dengizim, matonat bardosh, mehri tengsizim. Tanholar ichida tanho yolg'izim, onajonimni tug'ilgan kuni. Chiroyligim dilbarim, oyi jannat zot, men uchun go'zal